Salam. Salam Uyghur devleti. Uyghur devleti. Salam. Bütün dünyadaki barlık vatan söygen. Uyghur devletini söygen, Uyg'uriston'ni söygen, Uyg'uriyani söygen, Uyg'urimizni söygen barlık Uyghur vatandaşlar. Bugün men sizlarning yana oldinglarda. Bugun Tesla qancha ketdi? Men doim unutib qoldim. 10-oyning 10-kuni haftaga juma vatandaşlarımız. Bugün ben O'tir Sharq rayonida yuz bergan muhim yangiliklarni ko'pchilikka azroq tunishtirib qo'yay deb o'yladim. Xabaringlarda bor, ba'zilaringlar xabar tep bo'ldinglar allburun, ba'zi insonlar xabar tep bo'lolmadi. Shuning uchun bu endi ko'pchilikka bu masalani, ya'ni Hamas bilan Isroil o'rtasida urush to'xtatganlik masalasini va buning munosabatlik azroq masalalarni men ko'pchilikka tunishtirib qo'yay vatandoshlar. Shuning uchun men oldinglarda vatandoshlarimiz. Endi azroq bir qistirib dunyoda shu Trump efendimninki yapgan ishlari tinchlik 7-8 yilda urushni to'xtatgan, ya'ni Hamas Isroil urushini to'xtatishni Trump efendimninki va Trump kabinetininki ishxonasiniki bir hal qiluvchi rol o'ynaganligi bu xabarda hamiyada turdi. Netanyahu Trump'a masalan Nobel tinchlik mukofoti berish tarafdor ekanligini o'tirib qo'ygan, ammo bugun 1-2 soatda bo'ldi Norvegiyadagi Nobel tinchlik komiteti deydigan komitet bor hamda bizga Nobel tinchlik mukofotininki taqdirgan o'rin bizning Norvegiya vatandoshlarimiz. Endi Trump efendimga xulosasi bu yillik Nobel tinchlik mukofoti berilmaydi ekan vatandoshlar. Bular o'ziniki maxsus bir bağlaydigan o'rinlar bo'ldi. Ular ko'ztadi dunyodagi butun ishlarni. Ammo xulosa shu Trump efendimga berilmaydi ekan, ammo Nobel mukofoti bu yillik Nobel tinchlik mukofoti. Nobel tinchlik mukofoti ma yodinglarda bo'lsin. Nobel mukofotining adabiyot har turli ishlari bor. Nobel tinchlik mukofotini bizning Norvegiyadan taqdirdi. O tinchlik mukofoti Trump efendimga berilmaydi ekan, aksicha Venezueladagi shu hokimiyatga, diktator hokimiyatga qarshi kurash qilayotgan Maria Karino Chakado demdi aytavur shunday bir ayolga. Maria Maria ismli xonimga berilganligini jakolabdi endi. Demak, bu yerdan ba'zi ishlarni azroq o'ylanishga tegishlik meni kallamda bo'lgan savol qaysi desa, endi shuncha ko'p Trump efendimniki masalan 8 yilda urushni to'xtatgan bo'ldi. Mening bilishimcha, mush qatimliq Trump Gaza urushi. Endi bu yeni berilmaslikning o'zidan mencha Nobel tinchlik mukofoti Amerika degan cho'ng davlat bo'lgandiki, dunyo tinchlikka nisbatan o'ynaydigan rolning haqiqatan cho'ngligini, dunyoda yana tinchlikning amalga oshmaganligi, vazifasining Amerika va Trump hokimiyatining vazifasining bu tinchlik yo'lda yanami yuqori ekanligi, menimcha bu vaqtda Xitoyga o'xshash diktatorlarning, Eronga o'xshash diktatorlarning, Koreyaga o'xshash diktatorlarningki bu yerda diktatorlarning to'lib ketgan dunyoda hamda tinchlik mukofotini biroqla aldirabla Trump efendim berib atmayman, sizning vazifangiz yana bor. Kelar yilgacha shu diktatorlarni bir tinchlikka keltirishda yana bir aktiv xizmat qiling degan bo'lishi mumkin deb o'ylayman vatandoshlarimiz. Xulosasi Trump efendim bu yillik Nobel mukofoti berilmaydi ekan, ammo Nobel mukofotini ko'rsatganlar yamanjiq, masalan Ozarbayjonning Ilhom Aliyev, Pokistonning prezidenti her türlü yerlerden Nobel tinchlik mukofotininki bu yillik nomzodlikqa ko'rsatgan davlatlar yomon chiqdi. Ammo bu yerdan degandek shunday vatandoshlarimiz. Endi gapning xulosasiga kelsak vatandoshlarimiz, bu yerda kirgan do'stlarga bir do'stimiz bir narsa yozibdi, birinchida nima endi bu Xitoycha yozyapti, Xanzcha yozyapti, ne hao degandek pinyin yozibdi. Xanzcha yozgan bo'lsangiz, Xitoycha yozgan bo'lsangiz ne hao deb javob beray. Har kimning o'zininki so'rgan tili bo'yicha. Endi vatandoshlarimiz, bugungi xabarimizga kelsak, tunugun xabaringlar bor, dunyoga bir taqaldi. 2 yildan birisi boshlangan Hamas Isroil urushi tunugun oxirlashgan bo'ldi vatandoshlarimiz. Buningga masalan Trump efendim o'tgan haftada so'zlab o'tgan to'q Trump efendimning o'tirib qo'ygan 20 moddalik tinchlik kelishimiga qanchalik o'zgarish bo'ldi bilmaymiz vatandoshlar. Rostini aytsam men buni bilmayman. Buni aniq bildigan bir yer yo'q. Ammo bugun chiqayotgan xabarlarda bundaq bir 20 moddalik o'zgarishda cho'ng bir qo'shimcha qildigan ishlarning yo'q ekanligini deyishyapti. Buni oldimizdagi vaqtlarda o'rganamiz. Ammo
Shu kelishimning ro'yinda birinchidan avval urush to'xtatish, ya'ni masalan har ikki tarafniki göregil vaga adamlarını qaytırış, ikinci qadamda Hamasçılar qurol topshirish, üçüncü qadamda u yerga tinchlik saqlash qismlari kirish degandek moddalar bor ekan-da. O moddalarning ichida xulosasi hech bir zaman Falastinda mustaqil davlat, bir Falastin mustaqil davlat qurildi degan gap yo'q vatandaşlarımız. Ma'u texi shu moddaning o'zimi shu, hozir yangilangan qismini biz ko'mdik, mencha yangilanmadi uni. Shunda bo'lib urush to'xtatilganlik xabari dunyoga taqaldi. Qanday qilib bo'lmasin? Biz meyli qandaq qo'yardi bo'lsin, begunoh insonlarning meyli Isroil taraflardan, meyli Gaza tarafdan biz begunoh insonlarning o'lishiga biz qarshi vatandoshlarimiz. Shu nuqtadan urushning oxirlashganligi meyli Isroilga, meyli Gazaliklar bo'lgan vaqtimizda bu yaxshi ish. Hamaslar o'zining aqliga kelganligining bishorati vatandoshlarimiz. Bugungi tema qaysi degan vaqtimizda vatandaşlarımız Hamas mağlup oldu, Netanyahu g'alaba qildi deb turib tema bu. Bu yadinglarda bo'lsin, mush tema bo'ldi. Mushning bosh mushu videoniki beshig'ma men Netanyahuning g'alaba qilgan yerini, to'yerini chaplab qo'yma. Nurg'un islomchilar buni tillab ketishlar. Facebook chiqasammi, tillag'anlar chiqibdi, men tillamay jo'yatdim. Lekin bu reallik ahvolini men reallik bo'yicha tushundirman. Menga real rost ish kerak. Netanyahuning bu qatimqi 2 yillik şu Hamas terörçülerin bo'lgan urushda g'alaba qilgan rost. Ammo bu yerda nima deydi vatandoshlar? Xo'p deydi. Men oxirida javob beray. Xat yozayotgan naytchiq odamlar bor. Bu yerda Facebookga kam degan chaqda 50 dan ortiq odam kiribdi. Yozyotdi. Men keyin javob beray. Netanyahu g'alaba qildi vatandoshlarimiz. Tema mushul edi vatandoshlar. En avval men buni nima qilishdan avval mushniki rost bir pok sifatida Trump efendimning to'nagun xalqaro mediaga, ya'ni ochiq mediaga bergan bayonotniki to'liq tekstni 6 minutlikka anglanglar vatandoshlarimiz. Bu muhim. İngilizce men xuloslab azarxonda tarjima qilib qo'yma. Buni eng avval anglanglar. Bu muhim vatandoshlarimiz. Dünyada nurg'un insonlar, mediani anglayotgan insonlar bo'lsin, bizning Uyg'ur tilida so'zlayotgandiki bu nima deyotadi deganni azroq bir tushunish kerak. Ya'ni Gaza Isroilga urushniki tinchlik kelishimiga kelganliginiki Trump efendim so'zlaydi. We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. We secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. Getting them is a complicated process. I'd rather not tell you what they have to do. Mayakakchi desak, ikki tarafdan masalan göregilni tutib turilayotgan tutqunlar dushanba kuni, sayshanba kuni qo'yib berishga boshlaydi ekan vatandoshlarimiz. Endi xulosalab hamma tarjima qilib, muhimiyat tarjima qilib qo'yay. There are places you don't want to be, but we are getting the hostages back on Tuesday, Monday or Tuesday, and that'll be a day of joy. I'm going to try and make a trip over. We're going to try and get over there, and we're working on the timing, the exact timing. We're going to go to Egypt, where we'll have a signing, an additional signing. We've already had a signing representing me, but we're going to have an official signing. And the amazing thing is all of the countries over there, from Qatar to Saudi Arabia to UAE to all of them, I mean, the rich ones, the less than rich ones, they've all come together, something which is amazing actually. They've all come together for this and they're... Demak, cho'g'ni bu yerda mushu tinchlik kelishimiga akilish jarayonining o'zida, masalan, Arab Birlashma Xalifligi, Qatar, Misr qatorliq davlatlarni nayt yaxshi rol o'ynadi deb maqtayotdi. Bu to'g'risida mening keyin tushuncham bor. Really, probably the best relation. People said was never going to be done. Representing me, but we're going to have an official signing. Video and the amazing thing is all of the countries over there, from Qatar to Saudi Arabia to UAE to all of them, I mean, the rich ones, the less than rich ones, they've all come together, something which is amazing actually. They've all come together for this, and they're really probably the best relationships they've ever had. So it's been really something incredible that nobody thought it was possible to get it done.
and very importantly, the hostages are coming back. As you know, they consider them hostages. They talk about them as hostages, but there are approximately 28 dead people, mostly young, mostly men, but and boys. Köpçülüğü erlerdeydi, o ballan badaydı tutun kılın halatı orada. Her baby's bir 25 boğakın years bakıya old, but öttü. to her it's her baby, and we're bringing them home, getting them to Bir boğakın bakıya ulamı kaytıp geldik ya. and Hamas'la to those tutup parents, gitti. the dead young man is just as important as though this person were alive. It's amazing. I've never seen anything quite like it. I've been very much involved. I've never seen anything quite like it. But it's really peace in the Middle East. And you remember October 7th was terrible, but also from the Hamas standpoint, they probably lost 70,000 people. That's big retribution. That's big retribution. Hamas mı en az bolğan çağda 70 bin adamı da ayrılıp kaldı deydi. That whole thing has Mişo to terör stop. hareketi bilen. And we're going to see to it. Gaza is going to be slowly redone. You have tremendous wealth in that part of the world by certain countries, and just a small part of that, what they make will do wonders for Gaza. And I think you're going to see some tremendous countries stepping up and putting up a lot of money and taking care of things. But there's tremendous spirit like I haven't seen, and even the news. I won't call it fake news for this purpose because they really were very fair today, I must tell you, in all cases. But they covered it very well. They covered it very fairly. Everybody loves it. Everybody. People that were never giving us a fair shake, frankly, they can't even believe it. They're so they're amazed by it. A lot of people are. But it was just everything came together. I think the attack was very important on Iran, because let's say that didn't happen, they'd probably by now have a nuclear weapon. İran toğırlığını sözlevatı durmakla o rol And toğır. therefore, even if we signed a deal, there'd be a big dark cloud over it, and it wouldn't be the same thing. So Iran's different, but Iran wants to work on peace now. They've informed us, and they've acknowledged that they are totally in favor of this deal. They think it's a great thing. So we appreciate that, and we'll work with Iran. As you know, we have major sanctions on Iran and lots of other things. İran'a ceza yürgüzüvatqanlığı ve İran'ın şu O'rta Şarq uruşuğu münasebet işladi İran'a mı ayıcı işlerini qılıvatqanını So I want to devatıdı. express my tremendous gratitude to the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey for helping us reach this incredible day and for being there. They were there with us all the way. And of course, as you know, Saudi Arabia and Jordan and so many. Saudi Arabiya, Iordaniya, Misr, Qatar, Türkiye'yle yaxşı rol oynadı dep mında maqtab qo'yatdi ularni. He's been great. They've all been really amazing. Indonesia's been amazing. Indoneziya ham yaxshi rol o'ynadi deydi. Fantastic. The whole world has come together for this. People that Butun dunyo mush kelgan chaqda o'rtaq harakat qildik deydi. Neighboring countries that frankly didn't like each other, but now they Qo'shni davlatlar bir-birini yaxshi ko'rmaydi, ammo mush kelgan chaqda hamkorlashdi deydi. Hostages like you can't believe home to their families, and that'll take place early next week. We hope Monday or Tuesday. And all Americans should be proud of the role that our country has played in bringing Yani şu this degan gibi terrible conflict to the end. Dushanba seshanba kuni mush I want budaqi to thank some of the people. JD, you were fantastic. göredik insonlar qaytadi ki. Pete, you were great. Marco was fantastic. I mean, some of you Marco Rubio'nun very much yaxshi rol o'ynadi deb maqtayotiga. So indirectly, I think almost everybody in this room was involved. Susie, I want to thank you very Mush much. ishxondagi ana gap tugidi. Mush ishxondagi hammasi mushlar kelgan chaqda yaxshi rol o'ynadi deydi. Asosli qismi tugidi vatandoshlar. Hammani deyishning hojati yo'q. Demak bu yerda Trump efendim siyaset noktasında deyotdi. Masalan Saudi Arabiya, Qatar, Misr, Iordaniyalar nayt yaxshi rol o'ynadi bu tinchlikqa kelishda deb shunday dedi. Bu yerda Trump efendim maqtab qo'yadi endi. Ammo biz buni sal ozroq oldiga qarab turib mangsak, amaliy reallikni kuzatsak, mush urushga haqiqatan Turkiya, Qatar, Misr qatorliqlar yaxshi rol o'ynab ketdimi deb turib, amaliy reallikni kuzatsak undaq emas. Undaq ish chiqmaydi. Ammo siyosat o'qigandan keyin Trump efendim bu yerda deyotdi. Ammo bugun
Ular shunda qurollar nima uchun bugun bu davlatlar, o'sha Turkiya, Qatar, Saudiya Arabiya, Misr falan bugun nim deb o'tirib aktiv holatda bu tinchlik kelishimiga kelishga nim deb majbur bo'lib qoldi. Anda bo'lgan bo'lsa bular 2023-yil 10-oyning 7-kun urush boshlangan vaqtida bu dunyodagi hammasi mushu davlatlar o'ndan chavakchilib mushunda qilib turib mana endi Aqsa to'lqini bo'ldi. Mana Isroilga yer yuzidan simirildigan bo'ldi, yo'q qildigan bo'ldi, Gazastonni qurib etadigan bo'ldik deb o'tirib hammasi tashviq qilgan tugi. Hammasi tashviq qilgan tugi. Mushu davlatlar 2 yil shu begunoh insonlar, begunoh har ikki tarafdan begunoh insonlarning o'lishiga sukut qilganlar mushu davlatlar tugi bu. Ashu Hamas terrorchilarni qo'llab o'tgandan chavakchelib o'ltirganlar mushu tugi. Masalan, Erdo'g'anmi Hamasni men terrorchi demayman. Hatta Gaza'ning tushishi bugungi Gaza'ning tushishi ati Anqaraning tushishi demakda turgan-ku. Anda bo'lganmiz. Nima uchun bugun qo'yib o'tirib bular tinchlik maydoniga kelib qoldi? Bu yerdagi ish boshqa vatandoshlarimiz. Biz hamma narsani kuzatib turdik, balkim sizlar hamma narsani kuzatib turgansizlar. Mana shundoq Aqsa to'lqini deb o'tirib, mana butun dunyodagi musulmonlar yig'ilib o'tirib Isroilni yo'q qilib, endi biz Gazastonni qurib etadigan bo'ldik degan vaqtda Isroilga bo'shganmidi? Men mushunaqay munosabatlik men shu so'zimni deb qo'yay. 2023-yil 10-oyning 29-kuni men bu yerdan bir xato so'zladim deb echib turib ko'rdim. 2023-yil 10-oyning 29-kuni men ko'pchilikdan kelgan savollar bo'yicha O'rta Sharq rayonida, ya'ni O'rta Sharq rayoni hamda butun musulmonlar birlashib Isroilga qarshi urush qilamiz degan vaqtimizda 2023-yil 10-oyning 29-kuni, ya'ni 22 kundan keyin Gazaston urushi portlagan 22 kundan keyin men mediaga chiqib O'rta Sharqda cho'ng urush yuz beramdi degan temada maxsus to'xtalib, men ayni real ahvolni degan. 4 davlatniki mana shu Gaza hozir bugun Gazastonning ishga kelgancha tinchlikda rol o'ynagan 4 davlat deb atadi. Masalan, Trump apandimiz bor, Turkiya, Qatar, Misr, Saudiya Arabiya, keyin qo'shib qo'ydi, voy Indoneziya ham yaxshi rol o'ynadi. 4 davlatni rolga elib men quturab ketgan 4 davlatni til qilib, bularning hech bir zaman Isroilga qarshi ishonmasangiz anglab turib ko'ring, YouTube'imda turdi. Bularning hech bir zaman Isroilga qarshi urush qilish imkoniyati yo'q. Deb o'tirib mau deb hammani tushuntirib qo'ygan. Urush qilish imkoniyati yo'q. Eron kirdi, Eronning bombalarini hech qanday vaqt asqatmaydi degan ko'rdik hamma reallikni biz 2 yildan oshgan vaqtimizda ko'rdik. Shundaqmi vatandoshlarimiz? Ishonmasangiz ko'rib yiqing turdi. Men shu vaqtda shartida deb qo'ygan. Eron kiralaydi, buniki men kiralaydi, ammo Xitoy yordam qilib olsa kiralaydi degan. Eron bilan Isroil o'rtasida urush yuz berdimi? Yuz berdi. Bu yerdan birisi hozirgi tinchlikda rol o'ynadi degan davlatlar beshida chavakchilib, anda bo'lsa bugun o'tirib nima deb tinchlik kelib qoldi? Bu yerdagi gap Isroilga bir vaqtning o'zida, men shu qatimda so'kdim degan Isroilga o'zi kichik bo'lsin, iqtisodiyoti dunyodagi eng kuchli, qurol jihatdan eng kuchli davlat. Hech qaysi bunga teng kelinmaydi degan. Bo'ldimi, bo'lmadimi vatandoshlarimiz? Isroilga bir vaqtida 7 davlatlar urush qildi. 7 davlatlar urush qildi. Bütün bu keyin qo'shilib Yevropa ham chiqdi, butun o'tirib g'ash hamma g'ajashlar bo'ldi. Butun musulmon dunyosi deganlar bunaqa qarshi chiqdi. Isroilga bir vaqtimizda 7 davlatlar urush qilish orqali birisi qo'ng'in ko'tarib o'tirib Isroilga bir cho'ng ishlarni qila oldimi? Qilolmadi. Demak, bu yerda Isroilga kuchli bo'lgan uchun xuddi biz degan, men deganga o'xshash, 10-oyning 29-kuni deganga o'xshash Isroilga kuchli davlat bo'lgan uchun vang 7 davlatni urib maqchaytib, Qatarga ayagiga chaqda bomba etib, endi ishning tumshug'i Misr bilan Turkiya kelib qolgan vaqtimizda bular haqiqiy reallikni, Isroilning kuchining borlig'ini hammasini 2 yildan keyin tunib yetgandan keyin andin alikmullah, hey Hamas, sen bu qatim ketiversen, endi qurib ketsa, tugaysa. Sana ergishadigan bir adam chiqmaydi, sening tarixing bir sharmanlik tarix bo'yicha yozildi, endi bu urushni to'xtat. Deb o'tirib o'zining kuchliklariga degandan keyin endin bo'g'ayish bu. Ularda atalmış bir insof paydo bo'lib qolib, Gazada o'lgan 70-80 ming odamcha insof paydo bo'lib qolib, bunda qilg'ish yo'q. Faqat bu yerda kuch, mana shunday kuch hamma narsaga qaror beradigan gap vatandoshlar. İsrail'e 7 urdi.
Hatta urush qilmaydi deb butun dunyo 50 yildan bir so'zlab kelgan Iran mollalarını 12 kun ichida to'shkit qilyapti. İran'daki barliq Şiastan askarlarini shu Libnondan tortib, Suriyadan tortib hammasini qo'g'lab etdi. Hatta O'rta Sharqdagi Suriyadan Rosma qochib qutuldi Iran. İsrail'e aşındaq urdi, kuchini ko'di. Uning bosh egmaydiganligini, har qanday bilan urush qildigini buni to'nib yetdi. Shuning bilan endi bu yerdan birisi Trump opatni maqtab qo'ygan bu davlatlar endi biz o'zining kichik kuchliklari Hamasga anda bo'lgan bo'lsa urushni to'xtat dedi, shundan Hamas to'xtadi. Demak, bu yerda Hamasningki o'zining menayotgan yo'li bular o'zining qo'lida emas. Har qanday bir millatning mustaqilligi o'zining mustaqillik irodasi o'zining qo'lida bo'lmaydi ekan. Mana bu shundoq boshqalar qo'ping degan chaqda qo'pidi, yeting degan chaqda yotidi. Vatandaşlarımız, bizning ma 2. Dünya urushi mezgilining o'zida 100 ming kishilik armiyamiz bo'lib, ash armiyamiz o'zligidan taqab ketgan ekan. Keyin azroq tarixni o'rgansak vatandaşlarımız. Chunki u millatda haqiqiy bir millatchilik ro'yi bo'lish kerak. Uning jipi boshqalarning qo'lida bo'lmas kerak. Xuddi Hamasning jipi mana bu 4 davlatda bo'lgandek. Vatandaşlarımız, mushunaq eşan bu yerda gaplarni desak, endi yana birisi urushni to'xtatildi deb shundoq deydi. Hozir butun dunyo xalqi zaten shu 2 yildan bir İsrailga vang urgandan keyin musulmon dunyosi zaten sarang bo'ldi, besh og'rib o'ldi zaten. Ham bu vaqt kelib qolsa Turkiyadan tortib ham yana urdi ekan, vaqt kelib qolsa Pokistondan urdi ekan degan narsa hammasining kallasiga chiqib qo'rqinishning ichiga kirdi bu. Kirib eng oxirida bu urushga mecburen holatda İsrailning kuchi bilan mecburen holda bu tinchlik kelishimga vaqtliq imzo atdi. Xo'sh, andaq bo'lgan bo'lsa bu yaxshi bo'ldi. Oxirlashgani yaxshi bo'ldi vatandaşlarımız. Biz shu vaqtda so'hbatdimi degan bu buguna insonlar o'ldirdik. Bunida chiqqan xulosa qaysi bugun urushdan degan vaqtda menga Isroiliya bir Falastin degan davlat bo'lmaydi vatandaşlarımız. Bu gapni deb qo'y. Ikki men shu vaqtdagi suhbatdan tortib keyingi suhbatlardan navoda Falastin degan bir davlat qurilsa, Uyg'ur degan bir davlat qurilmaydi degan vatandosh. Bu yerga xulosa qaysi bundan degan vaqtda hozirgi moment, hozirgi vaqtning o'zida mushu Gazastonni qo'llagan musulmon dunyosi bo'lsin, ko'diq masalan, kommunistlar dunyosi bo'lsin, Yevropaldagi Xitoy bo'lsin, bu jarayonda to'liq mag'lub bo'ldi. Xitoy yordam bera oldimi anda qo'ygan bo'lsa, bu mag'lub bo'ldi. Shuning uchun bu yerda kelgusida Xudoyim bo'lsa Uyg'ur davlatining qurilish ishiga ichildi. Chunki men ilgirki suhbatlarda jiqtidim. Bugun Gazani qo'llayotgan kuchlar naq Uyg'ur davlatining qurilishini xohlamaydigan kafirlarning dunyosi degan. Bugun Isroilni qo'llayotgan kuchlar naq Uyg'ur davlatining qurilishini xohlaydigan kuchlar vatandoshlarimiz. Bu ikkisining o'tirisidagi ish deb shunday degan. Endi bu reallikni biz ko'rdik. 20 modlik kelishimning o'zida bu yerda Falastin falan bugün degan bir gap yo'q. Ikkinchi deb endi bundan 2 yillik urushdan nima chiqdi degan chaqning o'zida bu arablar, kalva arablar tash etishga nait amroq. Tash etishga amroq ular. Amerika Yevropadan qurolni dunyo bo'yicha eng jiq setib oldi, ammo u qurollarni bir-birini o'ltirishga ishlatadigan xalq, ammo mushundaq masalaga kelgan vaqtingizda dangal etishga, tash etishga amroq xalqqa Isroiliya Kem degan chaqda 50 yil yetkidek tash dangalni hozirlab berdi. Men ativersingiz bo'ldi. Yo'sa bir-biringizga assıngiz bo'ldi. Men ilg'or musulmon, sen yolg'on musulmon deb o'tirib assıngiz bo'ldi. Ash tash dangalni yomon hozirlab berdi. Ham bir-biriga xotirjam tash dangalni assa, yana 50 yil yetidi ularga. Ammo u 50 yil yetidi demay bular. Yana 5-10 yildan keyin yana bularniki ko'timediraydi. Endi bu yerda vatandaşlarımız, bu urush rasmiy oxirlashdimi degan bir nuqta chiqdi vatandaşlarımız. Men onda qarmayman vatandaşlar. Hozir butun dunyo chavoq chelib, ammo yani ko'nglimdagiday mangulik oxirlashni men orzu qilmayman. Begunoh insonlarning o'lishini xohlamayman, ammo real vaziyat, bugungi reallik O'rta Sharqningki 1948-yildan tortib ta bugun 2025 bo'lgan real ahvollarni kuzatib kelsak, arablarning bu Isroilga qilayotgan urushi bu birinchi qatimliq urush emas. Buni siz so'zlab qoldik vatandaşlarımız. Birinchi qatimliq urush emas, bu mashundaq oyog'i chiqmaydigan urush. Faqatla bular bombani jiqyab ketgandan keyin kuchlari buni yordam beradigan Turkiya, Saudiya Arabiston falan pukullarning hammasi to'xtat zuvanini degandan keyin bu to'xtatgan ish.
Yani bununki 5-10 yildan keyin bu Hamas tugisa, uning o'rniga bir bular o'tirib turib mamasni tayyorlaydi. Xitoy, Iron ular bo'lgandan keyin Hamas tugisa yana bir mamasdan iborat bir maskalik kuchni yana yetishtirib chiqalaydi vatandoshlar. Chiqarib bu galvonlarni yana Isroilga qarshi yana urush qildiralaydi vatandoshlarimiz. Shuning uchun bu faqat bir vaqtlik mening tushuncham bo'yicha, ammo 5 yildan keyinmi, 10 yildan keyinmi yana chiqadi. Hamas nima shu Gazastonning o'zida bir mustaqil yasha deb mening bilishimcha 2011 dan tortib bilish kerak. Men 2011-2012 Hamas o'zi boshqarib kelgan. Vaziyat oxirida nima chiqdi degan vaqtingizda mana 7-oktyabr voqeasi 2023 ga o'xshash fojiani keltirib chiqarib, bugun o'tirib o'zi maholatga tushib qoldi vatandoshlarimiz. O Isroiliya xalqi, Isroiliya hukumati o Hamaschilarni kelishimninki hamma narsani men so'zlab bermay, o Hamaschilarni qanday qiladi desa, Hamaschilarni butun dunyoning ham yeridan bir-birlab gum yig'ishtirib qo'ydi. Bugun nima qoldi bularga? Nima qoldi? Eron hatto shuni qo'llagan Eron o'zining generallaridan hamma narsadan ayrilib qoldi. Hamas o'zining butun liderlari hamma narsadan ayrilib qoldi. Bu shuni qo'llagan Hizbullahdan tortib hammasi bundan ayrilib qoldi. Tatqan zihni naytimi ig'ir. Bular mush Isroiliya bilan urush qilish uchun Iron qatorliq kaynida kuch ketgan Xitoylar kam degan chaqda 30 yil kam degan chaqda 100 milliard dollar pulni xarjlagan pullari 2 yilning ichida pakiz o'tirib bir to'zg'oqda to'zib ketdi. Buning badliga qolgan begunoh insonlar jon o'ldi. Zihniyat nachar. Osh pullarni o'zining davlatidagi rafoh uchun, o'zining davlatidagi yaxshi ishlar uchun, o'qitish, ma'rif uchun ishlatgan bo'lsa, mencha u davlatda begunoh o'layotgan qanchalik jonlarni saqlab qolgan bo'ldi vatandoshlarimiz. Bu yomon zihniyat musulmon dunyosida Isroilga qarshi yomon zihniyat oxirlashmagicha, tugamagicha ularning Hamasning 7-oktyabrga o'xshashi yana davomli takrorlandi. Ilohiy, men takrorlanmasin degichilardan. Lekin real vaziyat ashunda hech qanday bir odamga ham bu oxirlashib ketdi deb o'tirib ishonchini berolmaydi vatandoshlarimiz. Men bu nuqtada kesib 100% qolgan taraflarni hammasini demayman. İsrailiya Netanyahu hakimiyeti g'alaba qildi, Hamaschilar taltiks mag'lub bo'ldi. Buni degan tashviqotlar chiqadi. O Gazastonning ichida bir tal Hamas qilib qolsa-mu, sizlar tashviq qilsiz, voy Hamas uni qilyotdi. Hamas o'tirib bir Gaza ikkisi o'tirib o'sirib qo'ysin, voy Hamas da o'lmadi. Bularning jihodi mujohidlari qiyomatgacha bo'lib tashviq qilsiz. O naq kommunistlarga o'xshash tashviq qilish usulingizni davomlashtirdi zaten. Sizlar emas, davomlashtirdi. Kommunistlarni qanday qilgan desa, 2-Dünya urushi mezgilida bugun Xitoy kommunistlari Yapon qarshi hech qanday urush qilgan yaponliklar yo'qdi. Yapon qarshi urush qilgan Tayvanliklardi, Gomindan Xitoylardi. Amniyati bugun Gongsandan Xitoylar shu vaqtida Tayvan kommunistlarga yordam berib, ularni o'q mashaklarini to'shib berib, Gomindan Yapon bilan urushib yengib olgandan keyin kommunistlar cho'nquruqni egallab olgandan keyin yolg'on qip-qizil maskadan birini ichiblar, biz Yapon qarshi urush qilib biz g'alaba qilganda shuni. Ayni shunga o'xshash sizlarmi va Hamasni qo'llayotgan odamlarmi va yoki shu Hamasni qo'llayotgan arab musulmon dunyosi bo'lsin, u Gazastonda bir Hamas bo'lsa-mi, yana Hamas hayot. Ular qiyomatgacha bu mujohidni to'xtatmaydi o'tirib, mana kan so'zlash sizlarning odatlaringiz. Ammo reallik Gaza Hamas mag'lub bo'ldi. Chunki uning kaynidagi cho'ng kuchlari Xitoy bo'lsin, Turkiya, Misr, Arab, musulmon deganlarning hammasi boy degandek birsi Isroilni o'ttirg'i chiqib, bu Hamasga yordam berib o'ttirg'i chiqolmadi. Shu 10-29-kundagi suhbatimiz 2020 degandan ayni bo'ldi vatandoshlarimiz. Chunki biz bir odamga bu maslakaga vaqtingizda men siyosat masalasi kelgan chaqda shu nutuq mushi hozirning o'zidimi masalan ya Isroilga bosmayman ya Hamasga bosmayman. Men realitetni so'zlayapman, reallikni so'zlayapman vatandoshlarimiz. Bu ish mushu shu. Xulosa yana takrorday ochchig'ingiz kelib o'lab qolasiz.
nurg'un kommunist islomchilar hozir mush leksiyani anglagandan keyin qo'ng'izdan qon ketdi to'nagidan tatib qon kes ketiversin. Mening qo'ng'im qonimaydi, sizning toza qonisin. Toza qonisin, toza qonisin qonidi. Amalimiz yo'q, ammo reallik bu. Amalınız yo'q. Mening ular bilan ishim yo'q zaten. Endi bu nuqtadan o'zidan biz Uyg'urlarning ishiga kelsak, qaysi degan vaqtida 2 yildan birisi shunchalik kurashlarni olib bordik. Haqoratladingiz. Hozirgacha haqoratlayapsiz. Bosh egmayman. Reallik haqiqatga kelgan chaqda men bosh egmayman. Haqasingizga deb qo'yay. Ammo Uyg'urlarning ichidan qanday bo'ldi degan chaqda az bir turkum insonlari, masalan, Türkiye'deki ölümalar, Simizxondan tatip azraq bir adamlar zaten ahirgi harakat qilib baxtı mazlum da o'tirib Xitoyning sepiga kirishga ash tarafda turg'izib tirishmoqda. Ammo millatimiz yana qanday qilib bo'lmasin, sukut tutusi tudikin, ammo shular ergishib Hamaschilar ergishib o'tirib harakatlarni asosan degidek ip bormadi. Bu millatimizning mening bilishimcha Muşu yaqinqi tarixida 1945dan keyingi tarixida tunji qata bir yangi chiqishningki to'g'ri kishining dunyodagi kuchli kishining kaynada turishi bo'lib ifodalanadi deb qarayman vatandoshlarimiz. Isroilga g'alaba qildi, Amerika g'alaba qildi. Bizning boshdan oxir deyotgan shuarimiz qaytdi. Amerika, Yevropa, Isroil. Kim g'alaba qildi bugun? İsrail'e g'alaba qildi. Kim g'alaba qildi bugun? Amerikaning adolati g'alaba qildi bugun. Biz qaysi maydonda turdik? Amerika İsrailning maydonida turdik. Bundan burun bundaq ishlar bo'linib baqqanmi? Uyg'ur tarixida 1945dan keyin bo'linib baqmagan. Yanılı şu İslamçıların, komünist İslamçıların, ben İslamçı degan vaqtimizda hamma degan men asla qarshi emas. Musulmon degan chaqda hammasi qarshi emas vatandoshlar. Shuning ichidagi bir turkum dinni qalqaga olgan insonlarni va islom kommunistlar deb atayman. Chunki ideologiyasi, tutqa usuli, yolg'onchiqlarning hammasi ash kommunistlar bilan o'xshash bo'lgandan keyin men islom kommunistlar deb turib atayman. Shuning uchun hamma islomchilar, hamma musulmonlar bu yerga ochiqlab ketmanglar, ma gapni to'g'ri tushuninglar vatandosh. Chunki ularning tutgan ideyasi ash kommunistlar bilan o'xshash bo'layotadi nurg'un narsalar. Burundan tatib ularning tutgan yerma mazlum deb o'tirib, bu millatni arab bilan turkning suydiga po'qini yalaydigan holatga kelib qo'ygan go'ylati bu. Biz 2018dan tatib, yo'q bu xato yo'l bu. Sen bir yo'lda har qanday qatib yengilaversang, endi chastotangni o'zgart. 70 yildan birisi mangding. Endi sen Amerika, Yevropada degan tashviqotlarda bo'lib kelgandik. Buningga misol bo'lib turolmaymizmi degan vaqtning o'zida bu yerda bir Xudo bizga bir sinoqni berdi desak bo'ldi. Ya'ni Gaza bilan Gazistonda urush chiqibdi. 2023 nurg'un insonlar qutirib ketdi. Yana Hamas degan chaqda biz izchillik bilan to'xtamay o'tirib zaten men akam Qarag'ay. Uningdan boshqa Facebookda yozayotgan insonlardan boshqa az bir qism insonlar to'xtamasdan mana shu to'g'ri yo'lni biz tushuntirib keldik. Gazachilarning, Hamaschilarning g'alaba qilishining yo'lining yo'q ekanligini. Gazachilar, Hamaschilarni g'alaba qildi deganlarning hammasi saranglar sanatoriyasida ishlaydigan saranglar ekanligini biz takror deb keldik. Reallikni bugun ko'rdingiz, to'nagun ko'rdingiz. Vatandoshlarimiz, demak, xulosa millatimiz tunji qata o'ziniki bu siyosiy ang ideologiyasini yetilib ketayotganligini bildirdi vatandoshlarimiz. Siyosatda pishib ketilayotganligini tushuntirdi vatandoshlarimiz. Siyosatda o'zining milliy manfaatining qayoqqa to'g'ri ekanligini bilib yetayotganligining ifodasi chiqdi vatandoshlarimiz. Buningdan biz to'g'ri maydonda turdik Uyg'urlar. Bizning vazifamiz yo'q. Mazlum deb o'tib har doim yengilguchilarning maydonda turish bizning vazifamiz emas. Yana birisi eng oxirida buning munosabatlik men shunda deb qo'y. Men nima uchun bu Hamaschilar Gaziston bu arablarga nima uchun hamma arab emas? Mana shular nima uchun o'sh degan nuqtaning o'zida men shu Facebook'larimda uchiq narsalarni yozaman. Nima uchun? Bilamsiz vatandoshlarimiz, men haqasinglarga o'xshash arabning po'qini yeydigan saranglardan emas. Şu arabdan, turkdan tashkillangan musulmonlar qanday qildi? Bugun davoyingizning bir yerini qo'llab qo'ymadi.
Uyg'uristonda erkiy qirg'inchilik bormi desa, hammasi aşaga Xitoyning puli bilan berib, erkiy qirg'inchilik hammasi yo'q deb keldi. Shu arab turkdan tashkillangan butun musulmon dunyosining o'limolari. Men shaytonlar birligi deb atayman. Shaytonlar birligini nechqata Uyg'uristonga berib, shu o'zida bundaq ish alik mulla yo'q deb turib qaytib keldi. Shu siz maqtayotgan arab falan pukuni baylarınız qanday qildi desa, Uyg'uristonga berib, Uyg'ur ballarının yuraklarini, böreklarini, ko'z, mözlerini şu yerda o'tirib, halol deb o'tirib, omlashtirib keldi. Men sizlarga o'xshash, mushu arab turk, arabning kayniga o'tib olgan, men o saranglardan emas. Men bir narsani qalbimdan yutib otdimmi? Otima oxirigacha. Men ularni qalbimdan yutib atgan şu vaqtning o'zida. O'limalar Uyg'uristonga berib yolg'on fatvo bergancha, yolg'on to'qigan vaqtida Arablarınız berib Uyg'uristonga berib şu vaqtning o'zida Uyg'ur yosh bolalarniki yurak-purak hamiyalarini, ishki a'zolarini almashtirib pul bilan kelgan vaqtning o'zida halol deb. Men ash xabarlarning hammalarini o'qib, dunyo jamoatchilik o'tirib chiqqan vaqtning o'zida men bu insonning razilligini, men boshqalarga saqa razilliklarini men demay, ularning Isroillarga saqa razilliklarini men demay, Arab degan bu iflos millatning, mening millatimning aşı ko'zi tushgan Xitoy bilan birlashib börek-mörekni hammasini almashtirgan vaqt dunyo medialariga chiqib, yana shuni halol deb almashtirgan vaqtning o'zida mollalar berib, u bundaq fatvolarni bergan vaqtning o'zida, ashlar tashviq qilib kelgan vaqtning o'zida irqiy qirg'inchilik deb. Yana bu yerdagi turk-purukning odamlardan, jurnalistlardan tortib berib, ashaqqa berib, Xitoyning pulini olib, Xitoydan ancha-muncha oshbash tamoqni yeb kelib, yana u yerda hech qanday ish yo'q deb kelganning o'zini men har doim ko'rib turayotgan odam. Men o insonlarni qalbimdan shulib otgan. Otima buni deyman. Qachon ular to'g'ri yo'lga mang'icha mening millatimga, xristianlar Amerika, Yevropasida to'g'ri muomalada bo'lgicha men deginim degan. Men hech qanday bu arabning po'qini yeb bir Uyg'urga javob berish mening vazifam yo'q. Vazifam yo'q. Ham mening axloqim yo'q. Men musulmon deb o'tirib, musulmonning kaynida turgan axloqim yo'q. Men to'g'rida turaman. Ular to'g'rida mangsa, men o'tirib mashini to'g'ri qildi deyman. Xato bo'lgan bo'lsa, angoqcha shunda qog'ayman, tillayman, cho'qchalaman. Men sizlarga shunday deb qo'yaman vatandoshlarimiz. Isroiliya hukumati insofli hokimiyatga. Bugun Uyg'urning ichidagi Arabning suydiga ichib olgan saranglarning 360 kun menga yozdigan qism gip qaysi desa 70 ming odam o'lib ketdi, 60 ming odam o'lib ketdi. Sen oshindaq ishlarni ko'rib o'tirib, yana sen mundaq qilyapsan. O'zining millatidan 3 million inson o'lib ketsa, tutilib ketsa, buningga bir arabning, bir musulmonning gap qayeri yo'q. Buningga dat to'kadigan yo'q, dat to'kadigan saranglar yo'qkan, qilib qolgan yeri shu Gaza. Arabning suydigini ichib olgan saranglar. Qur'onsiz musulmonlar, Qur'onsiz kofirlar oshindaq arabga bo'lgan sadoqatliligini oshindaq darajada bildirdi. Men sizlarga ularga o'xshash emas. Men qalbimdan yulib otgan ummalullohni. Aş böreklerini almashtirdi deb o'tirib chiqib, g'arb dunyolarning hammasi aybligan vaqtingizda men yulib atgan mening qalbimdan, yulib etaman anda qadamlarni. Qalbimda zarrachilik yerini saqlamayman. Hatto odat adam jurnalistlari Uyg'uristonga berib, bu yerda hech qanday ish yo'q, qirg'inchilik yo'q, falan buguna deb kelishlari. Ey, inson bo'lsa, Amerika, Yevropaning odamlaridan bir jurnalist bo'lmaydi-ki, u yoqqa berib. Jurnalistlar berib, Xitoylar shu arabning, turkninki jurnalistlarni, mollalarni ashaq opirib, ashundaq yolg'on tashviqotni qilib bardika berib, yolg'onni ishlayalaydi ekan. Ma xristianning poplarini, ma Yevropadagi xristianlarni, Amerika, Yapondagi xristianlarni opirib, anda bo'lsa, mushu tashviqotni ishlab bering deb o'tirib demaganmidi ularga? 100 dedi. Mandaq pulni sharaq tashlaymiz ba oyoqqa, sen mandaq medialni ishlab dabbagin desa, ma haqlar, ma xristianlar, yahudlar, Amerika, Yevropa dunyosi, musulmon dunyosiga o'xshash iflos emas. Din ba desa, Amerika, Yevropada din ba. İnsanlık ba desa, Amerika, Yevropada insonlik ba. Shuning uchun musulmon dunyolaringizdan ashundaq jurnalistlarni betib, yolg'on xabarni
yolg'on xabarni ishlashga ma'qul deydi. Mo'llalarni berib, u yoqqa berib Xitoy kompartiyasidan hamkorlashib o'tirib, irqiy qirg'in falan pukun yo'q deydi. Ammo Amerika, Yevropa dunyosi unda gapni demaydi. Nimishqa? Men bu ishlarni selishtirib ko'rgichi. Shuning uchun men julib atgan o insonlarni, Arab deganni bo'libmi? Julib atgan men qalbimdan. Men sizlarga deb qo'y vatandoshlarimiz, eng oxirida bir so'zim deb qo'y. Men Isroiliyaning o'rnida bo'lgan bo'lsam, qanday qilardim bilamsiz? Bir nech arab davlatlarga musulmonlarga atomni atgan bo'ldim. Bu Gülanning razilligidan, mening millatim qilgan nonko'rligi, tuzko'rligi, dinko'rligining asliga vaqtimizda men bo'lmasam atom bombasi atdim bir necha davlatga. Mencha bu vaqtda Isroiliya kelgusida cho'qim etishga majbur bo'ladi deb o'ylayman men. Nimishqa? Bu Yajuj Majujlar o'zining bu yomon ziytini asla to'xtatmaydi bular. Asla to'xtatmaydi. Amerika 2. Dünya urushi mezgilida Yaponiyaga nima uchun atom bombasi atgan? Chunki urushni to'xtatib bo'lolmagan. To'xtatib bo'lolmaydiganiga ko'z yetgandan keyin Amerika Yaponiyaning Hiroshima, Nagasaki ishqorliq atom bombasini etish orqali urushni to'xtatgan. İsrailiya hukumatimi aşağıda mengulik tinchlikka erishiman desa, bir qancha davlatga atomni bang etib, eritayotgan vaqtingizda ular jimyas yotadi. Bo'lmasa, ular o yomon zihniyatidan, kommunistik yolg'on zihniyatlardan bo'ladi ekan, ular to'xtatmaydi. Mayli o gazat bo'lsin, panel po'kayadi, bir to'liq ma'rif yo'q. Bir yetilgan, bir haqiqiy Qur'onning ma'nosini tushiradigan mollarim bo'lmasa kerak deyman. Namratlashgan insonlarni o'qitadigan, mushundaq radikal insonlarni yetishtiradigan mollalar bo'lsa bakın, u yerda to'g'ri bir ma'rif, to'g'ri bir sistem yo'q. Shundaq bo'lganken, bu robotlar, mashina odamlar Isroilga qarshi doim yetishib turdi u yoqda. Andaq bo'lgandan bu urushning oxirlashmaydi deb o'ylayman vatandoshlarimiz. Shuning uchun qanchalik tillasangiz Arabning sizga o'tirib turib, Arabni qanchalik maqtasangiz maqtavering. Mening yuragimdan Arab degan millatning ichidan sizlar haliga 60 ming o'lib ketibdi. Arab degan millatning ichidan kam degan chaqning o'zida 500 million inson o'lib ketsa-mi, musulmon dunyosining men qilgan tuzko'rligi tufaylidan, mening millatim qilgan tuzko'rligi tufaylidan Dünyada 2 milyar musulmon baka yerimga atom bombasi tushib ketsa-mi, mening qalbimda hech qanday bir mehr shafqat degan narsa yo'q. Chunki ular mehr shafqatning nimaligini bizdan o'rgansin, bilsin. Endin ular mening millatimning mazlum ekanligini to'niga vaqtimizda yolg'on so'zlamay, rost so'zlab hamda rost so'zlagan vaqtimizda men o'tirib turib, "Mavo, mening musulmon qarindoshlarim yaxshi qildi, to'g'ri qildi. Men endi bu gapni to'xtatdim, men ularni maqtayman" deb turib men o'rin qo'ydim. Bombasi yo'q. Bombasi yo'qmi? Andaq hayvan go'ylag'i berib, bir insonning böreklerini aşağı berib, börekdan tatib ishga azasida halol deb almashtirib kelgan insonlarning yanida kaynab turgan mening axloqim sizga o'xshash shunday pasanda axloqlardan emas. Axloq bormi bu yerda? Rost yolg'onni biladigan axloq. Shuning uchun men o'ch. Xulosa vatandoshlarimiz, men Isroiliyaning o'rnida bo'lgan bo'lsam, Arab musulmon degan bir qancha atom bombasini tashlab o'tgan bo'ldim. İlahim bu mu bo'p qala kelgusi deb o'ylayman. Bo'p qala. Bu mu chiqib qala. Qilayotganmish askariga tufaylidan. Shuning uchun vatandoshlarimiz, men bugun bak uzatmay, mushada to'xtayli ishimizni. Meni o'ch falan pukun deydiganlar nima desangiz davering. Men to'xtatmayman, men o'ch. U o'zingizning ishi. Faqatla shu qaqshab, qag'abla qalasiz, men yo'limga davom qilib ketaveraman. Men shu. Bugungi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiraylik vatandoshlar. Men bu yerda vatandoshlarning ozroq so'zini o'qib boqay yana. Gap bormi bu yerda? Bir o'xshamagan davlatni yesibdi bu yerda yashasın İsrail deydi. Yashasın İsrail. İsrail çok iyi yaptı. Bu yerda yaşasın Türk ulusu da şunda dedi. Evet, ben katılıyorum arkadaşım. Dünyada iyi insanlar olsa hep insanlar yaşasın, beraber yaşasın. Uygur olsun, Türk olsun, insanların hepsinde çok iyi insanlar var. Çok iyi insanlar yaşasın demek istiyorum. Bu ya da yaşasın kardeşlik dedi. Evet, yaşasın. Nime deyimiz endi?
Biz xatoligini ko'rgan vaqtimizda biz ular xato qildi deyapmiz. Ammo hammasini o'tirib mening qag'aydiganға mening huquqim yo'q. Menda undaq axloqim yo'q. Ammo qilayotgan askirlarga nisbatan bunday gaplarni demasak bo'lmaydi ekan dedik. Vatandaşımız. Ama dünyada yaxshi musulmonlar ichida yaxshi insonlar bak ko'p, ular yashsin. Shunday deyman endi. Bu yerinde sen İsrail'ini seversen mi dedi. Evet, ben seviyorum arkadaşım. İsrail'i seviyorum. O da insan. Çok iyi insanlar var. Türkiye mesela Çin'de, Doğu Türkistan'da soykırım var demedi. Anla arkadaş. Ama İsrail Uyguristan'da soykırım var dedi. Türkiye biz bilen bir Türk kardeş diyorsa ya, ama Türkiye kabineti, Türkiye parlamenti hiçbir zaman Doğu Türkistan'da soykırım var demedi. Ama İsrail dedi. O yüzden ben İsrail'i çok seviyorum. Çok insanlarını, İsrail gibi insanlarını seviyorum. Amerika dedi soykırım var. Avrupa dedi soykırım var dedi. Ama Türkiye, Müslüman devletleri hiçbir zaman Uyguristan'da, Doğu Türkistan'da soykırım var demedi. O yüzden ben o insanlarını sevmiyorum. İsrail'i çok seviyorum. Teşekkürler. Bir kardeşimiz Meyada Esselamu Aleyküm deydi. Oldu orada. Yukarıdan azıcık iç bakay endin. Ben dedi hop dedi. Bu yerda birileri chiqib o'tirib Trump deb mundaq qo'ydi. Trump like that. Trump is a Superman. Trump is a hero. You understand? I think so you also looks like stupid. You also looks like idiot, asshole. Trump like that. He's a hero man. Superman. Bu yerda birisi deydi, qayerliksiz deydi, Uyg'urlar o'xshaydi. Men Uyg'uristonning kuchadin. Uyg'uristonning qadimgi Kusan yurti, Kusan imperiyasi qurilgan büyük Kusan yurtidan. Bu yerda bir qarindishimiz nima debdi? Da debdi. Buni o'tirib men da deb javob bermay. Bu yerden birisi deydi, sen qaysi millatdan deydi. Men Uyg'ur, O'zbekcha deyapti, men Uyg'ur. Before I told you I am Uyghur from Uyg'uriston. Aha. Javob berishlar tugadi, boshqa qolgan gaplar yo'q-ki. Anda bo'lgan bo'lsa, keyingi programmamizni ko'ramiz. Qachon program bo'ldi men o'qimayman vatandoshlar. Amaliy real ahvolga qaraymiz. O'tir Sharqning ahvoliga qaraymiz. Undan boshqa dunyoda yana boshqa ishlar yuz berish ehtimolligi bor. Buni men bu temaga qo'shmay, endi bu O'tir Sharq oxirlashganki dunyo tinchib qolgan deb bir narsa ko'z oldingizga kelmasin. Dunyo yeni burunga o'xshash tinch bo'lmaydi. Yana boshqa yerlarda boshqa ishlar chiqadi. Boshqa yerlarda boshqa urushlar chiqadi vatandoshlar. Buni keyingi suhbatda deyishaylik. Anda bo'lgan bo'lsa, bugungi kundan boshlab boshqa kunlarning hammasini yaxshi o'tishiga, yaxshi tilaklarini bildirma vatandoshlarimiz. Bugungi suhbatimiz mushaga bo'lsin. O'zinglarni yaxshi asranglar, omon bo'linglar vatandoshlar. Ko'rishguncha. Xo'sh.